Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari va ularning didaktik imkoniyatlari. Ushbu taqdimotda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining ta'limdagi roli va ahamiyati muhokama qilinadi. Zamonaviy jamiyatda AKT, ya'ni axborot kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni va rivojlanishi ko'rib chiqiladi. Asosiy maqsad AKTning didaktik imkoniyatlarini ochib berish va ta'lim sifatini oshirish yo'llarini ko'rishdir. Bunda AKT tushunchasi va mohiyati ta'rifiga keladigan bo'lsak, axborot kommunikatsiya texnologiyalarining bu axborotni to'plash, qayta ishlash, saqlash, uzatish va tarqatish jarayonlarida ishlatiladigan texnologiyalar bo'lib hisoblanadi. Ta'rifi shunday. Elementlariga keladigan bo'lsak, AKTning asosiy elementlariga kompyuterlar, internet, dasturiy ta'minot, mobil qurilmalar, elektron pochta va boshqa texnologiyalarni misol qilib ko'rsatsak bo'ladi. AKTning asosiy vositalari va texnologiyalar, ya'ni asosiy vositalar AKTda nimalar kiradi? Ularga kompyuterlar va notebooklar. Kompyuterlar va notebooklar nima uchun foydalanadi? Kompyuterlar va notebooklar o'qitish, o'rganish va ish faoliyatini avtomatlashtirish va asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Kompyuter va notebooklar. Interaktiv doskalar. Interaktiv doskalar imkoniyatlari, ular interaktiv doskalar ta'lim jarayonini jonli va interaktiv qilishga yordam beradi. Proyektorlar va ekranlar. Proyektorlar va ekranlar o'quv materiallarini ko'rsatish, videolarni namoyish qilish va taqdimotlarni o'tkazish uchun ishlatiladi. Ya'ni bunga misol bu elektron doskani olsak bo'ladi. Onlayn resurslar va platformalar, ularga Khan Academy va Coursera kabi platformalarni o'quvchilarga bepul ta'lim resurslariga kirish imkonini beradi. Keyingi bo'lim, ya'ni AKTni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish usullari, ya'ni bunda biz multimedia taqdimotlari o'quv materiallarini yanada qiziqarli va tushunarli qilishga yordam beradi. Multimedia taqdimotlari. Ikkinchi, onlayn darslar va vebinarlar o'quvchilarga turli joylarda ta'lim olish imkonini beradi. Uchinchi bo'lsa, virtual laboratoriyalar o'quvchilarga xavfsiz va virtual muhitda amaliy mashg'ulotlar o'tkazish imkonini beradi. To'rtinchi bo'limga keladigan bo'lsak, elektron kutubxonalar va ma'lumotlar bazalari o'quvchilarga turli xil manbalardan ma'lumotni olish imkonini beradi. Keyingi AKTning didaktik afzalliklari, ya'ni AKTning didaktik afzalliklariga bizlar qulaylik va tezkorlik. AKT o'quv materiallariga tezkor va qulay kirish imkonini beradi. Interaktivlik va jalb qilish darajasining oshishi. AKT ta'lim jarayonini yanada interaktiv va o'quvchilarni jalb qiladigan qilib qo'yadi. Individual yondashuv, ya'ni bunga biz AKT har bir o'quvchining ehtiyojiga moslashtirilgan ta'limni ta'minlash imkonini beradi. O'z-o'zini nazorat qilish, ya'ni bunda o'z-o'zini nazorat qilishda AKT o'quvchilarga o'z bilimlarini o'zlari baholash imkonini beradi. Keyingi AKT bilan bog'liq muammolar va yechimlar. Biz bularga hozirgi kunda yangi muammolarga internetga kirish imkonining yo'qligi, ayniqsa qishloq joylarda muhim muammo bo'lib qolmoqda hozirgi kunda. Keyingisi bo'lsa, o'qituvchilarning AKT sohasidagi kompetensiyasini oshirish va o'qitish zarur. Ya'ni o'qitish dasturlari zarur. Ya'ni bizga o'qituvchilarning AKT sohasidagi kompetensiyalarini oshirishimiz va oshirish uchun ularni o'qitish dasturlari zarur. Yechimlarga keladigan bo'lsak, o'quv materiallarining sifatini nazorat qilish va ta'minlash muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. AKTdan noto'g'ri foydalanish va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish masalalari jiddiy e'tiborga olinishi kerak. AKT yordamida o'qitishning metodik asoslari, bunda ta'lim o'yinlari o'quvchilarning bilimlarini oson va qiziqarli tarzda o'zlashtirishga yordam beradi. Ya'ni kitobda o'qigandan ko'ra ko'rib o'rgansa, ta'lim o'yinlari yoki boshqa metodikalar ularni oson va qiziqarli o'zlashtirishga yordam beradi. Loyiha asosida ta'lim, ya'ni bunga biz
aktda yordamida o'quvchilar o'z loyihalarini rejalashtirishlari va amalga oshirishlari mumkin. O'zlari xohlaganda. Hamkorlikda o'qitish, ya'ni bunga biz onlayn guruhlar va forumlar orqali o'quvchilar bir-biri bilan hamkorlik qilishlari mumkin. Keyingi bo'lim aktda asosida yaratilgan darsliklar va o'quv materiallari. Biz bularga nimalarni misol qilib kelsak, elektron darsliklar, o'qish ochiq ta'lim resurslari va video darslar. Elektron darslarning afzalliklari qulaylik, interaktivlik, multimediali kontent. Ya'ni ochiq ta'lim resurslari va video darslar ham muhim rol o'ynaydi. Aktni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, o'qituvchilarning aktni bo'yicha malakasini oshirish va ularni yangi texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish bo'lib hisoblanadi. O'quv dasturlarini aktga moslashtirish va o'qish jarayoniga zamonaviy texnologiyalar kiritish bularni ham olsak bo'ladi. Ya'ni aktni infratuzilmasini yaratish va ta'minlash, o'quvchilar uchun zarur texnik vositalarni taqdim etish. Keyingi bosqichimiz aktdan foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish, o'quvchilarga samarali qo'llanma berish. Keyingi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aktda ta'lim samaradorligini oshirish va zamonaviy talablarga moslashtirishda muhim rol o'ynaydi. Ya'ni aktni ko'rib o'tganimizdek, ko'plagan rollari va muhim rollarni amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni hozirgi kunda zamon talabiga mos ta'lim berishni vujudga keltirish va shakllashtirish mumkin.